Assalomu alaykum hammaga. Biz hozir bu videoda ajoyib bir ko'rsatkichli tenglamani yechish usuli bilan tanishib olamiz. Shunaqa bizga ko'rsatkichli tenglama berilgan. 8 ni x'i, bu 8 ni x'ini sirasi yozsak bo'ladi. 2 ni kubini x'i deb yozsak bo'ladi. Plyus 18 ni o'rniga 2 ni kvadrati ko'paytirilgan. To'g'rirog'i 3 ni kvadrati yoza olamiz. To'g'rirog'i plyus 3 ni kvadrati ko'paytirilgan 2 ni x'i deb minus 2 ko'paytirilgan 3 ni kubini x'i deb yoza olamiz. Bu teng 0 ga. Darajalarni ko'paytirib olsak 2 ni 3x bo'lar ekan. Plyus bunda qovusni ochganimizda hammasiga ta'sir qiladi. 3 ni 2x'i, 2 ni x'i minusdan 2 ko'paytirilgan 3 ni 3x'i teng 0. Endi tenglamani xatma-xat 3 ni 3x'iga bo'lib olsak, 3 ni 3x'iga bo'lib olsak, 3x'iga bo'lib olsak nima hosil bo'ladi bizda? Birinchisini bo'lganimizda darajalari bir xil bo'lgani uchun asoslarni yozib olamiz va umumiy darajada 3x yoza olamiz. Plyus bunda qisqartirganimizda 3 ni 2x'i 3 ni 3x'ini qisqartirganimizda 2 ni x qoladi tepada, 3 ni x qoladi pastda. Minus buni qisqartirganimizda 2 bo'lib qoladi. Bu teng 0 ga. Biz endi yoza olamiz. 2 ni 2/3 ni x'ini kubi plyus bunda ham asoslari har xil, lekin darajalari bir xil bo'lgani uchun 2/3 ni umumiy daraja x yozib olsak bo'ladi. Minus 2 teng 0. Qanaqa qilib yechamiz bunda? 2/3 ni x'ini agarda t deb belgilab olsak, birinchisini olamiz. T kub bo'lar ekan. Plyus t minus 2 teng 0 bo'lar ekan. Bundan yoza olamiz. T kub minus 1 plyus t minus 1 teng 0 deb ko'paytiruvchilarga ajratish uchun shunaqa qulay ko'rinishga yoza olamiz. Minus 2 ni o'rniga minus 1 yoza oldim. Buni minus 1 ni kubi deb yozib olsak ham hech narsa o'zgarmaydi. T minus 1 ko'paytiruvchilarga ajratamiz. T kvadrat plyus t plyus 1 plyusdan t minus 1 teng 0. Umumiy ko'paytiruvchini qovusdan tashqariga chiqarib olsak, t minus 1imiz qovusdan tashqariga chiqarsak, t kvadrat plyus t plyus 1 bu yoqda ham 1 qoladi. Plyus 1 teng 0. Bundan t minus 1imiz birinchi qovusda, t kvadrat plyus t plyus 2 ikkinchi qovusda. Buni hisoblab ko'rsak, diskriminantimiz 0 chiqadi. Bu tenglamada tenglama yechimga ega bo'lmaydi. Faqat t minus 1imiz 0 bo'lishi kerak. T minus 1imiz 0 bo'lishi kerak. Bundan t 1 ga teng. Nimani t deb belgilagandik boshda? 2/3 ni x'ini t deb belgilagandik. Shuning uchun 1 bo'ladi. Shuning uchun 2/3 ni 0-darajasi deb yozsak bo'ladi. Istalgan chisloni 0-darajasi bu 1. Shundan ko'rinib turibdiki, x'imiz teng 0 ga. Tenglamani